Hamma qilgan ishni qilish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin bilasizmi? Bugun sizlar bilan inglizcha financial bubble so'zi orqali ham iqtisod bilan tanishamiz, ham shu holatning asoratlari bilan tanishib chiqamiz. Bilamiz, Niderlandiya davlati bor. Niderlandiya davlati qadimdan boy davlat hisoblangan va bir payt Osiyolik bir botanik Niderlandiyaga lola gulini olib kelgan va lola guli umuman Niderlandiyada bo'lmagan paytda va bu gulni ko'pchilik qadrli va juda kamyob gul sifatida ko'ra boshlashgan. Keyinchalik bu gulga boy insonlarning e'tibor tushish boshlaydi va uni sotib olishni boshlashadi. Bilamizki, bizda boy inson e'tibor tushsa va u narsa kamyob bo'lsa, bizga keyinchalik jamiyatda u narsaga egalik qilish social status bo'ladi, ya'ni qanaqadir mavqe berilgan bo'lib qoladi. Shundan so'ng odamlar boy odamlar sotib olyapti-ku deb bu narsaga bo'lgan qiziqishi oshadi. Boshida ko'pchilik gulni shunchaki yoqtirgani uchun sotib ola boshlashadi. Keyinchalik esa hamma sotib olishga harakat qilishni boshlaganidan so'ng ko'pchilik bu gulni sotib olishga bo'lgan xohish paydo bo'la boshlaydi. Ya'ni gulning o'zi uchun emas, balki aynan shu gul beradigan mavqe uchun sotib olishni boshlashadi. Va keyinchalik odamlar o'ylay boshlashadi, bu gulning narxi keyinchalik oshib boraveradi, chunki ko'pchilik odam sotib olyapti deb o'ylaydi. Va keyinchalik odamlar bu gulni sotib olishni boshlashadi. Misol uchun, boshida gul narxi $10 bo'lgan bo'lsa, keyinchalik odamlar qiziqish boshladi, chunki boy odamlar sotib olyapti va ularga mavqe beradi. Va gulni sotib olishni boshlashgandan so'ng narxi $20 ga oshadi, keyin $30, keyin $40 bo'lib boshlaydi. Shunday qilib odamlar o'ylashadiki, gulda xuddiki financial asset deydi, ya'ni biron bir narsada ko'ra boshlashadi. Misol uchun, siz u gulni $10 ga olib, keyinchalik $20 sotish mumkin deb olishingiz mumkin va xuddi shunday ko'ra boshlashadi odamlar ham. Va keyinchalik u gulning narxi shu tariqa oshib boraveradi, odamlar uni sotib olaveradi va shu daraja oshib ketadi. Misol uchun, $10lik gulning narxi keyinchalik $200 ga chiqib ketib qoladi va keyinchalik $200 ga chiqqandan keyin odam sotib olishadiki, keyinchalik o'ylashadi, bu gulni men $200 sotib oldim, lekin buni 300 ga sotib oladigan odam chiqadi hali deb o'ylab sotib oladi. Va shunaqa nuqtaga kelishadiki, hech kim o'sha gul sotib olishga pul yetmay qoladi, chunki u juda ham oshib ketdi narxi. Oddiy $10 gul narxi deylik $2000 bo'lib ketdi bitta gul narxi. Va keyinchalik odamlar qarashadiki, hech kim sotib olmayapti, lekin gulni sotib yuboraman degan paytida endi u gulni oladigan odam yo'q, chunki o'sha $2000 ga gulni sotib oldi, shunga sotaman deyapti. $2100 sotaman desa, endi u narxga oladigan odam qolmadi, chunki odamlar ko'ryapti, hammada gul bor, hamma u lolani sotib oldi. Endi hammaning o'ylagan maqsadi o'sha lolani narxini o'zini original narxidan qimmatroqqa sotish edi va endi qimmatga sotaman deganda odam chiqmay qoldi va shunday qilib ko'pchilik odamlar pul qo'yadi va o'zlari o'ylagandan ko'ra foydadan ko'ra zararga kirib ketishadi va bu bo'lgan voqea tarixda. Bu narsani inglizchada financial bubble deyishadi.